Baqlajonli salat qilamiz. Baqlajonimizni bunday uchga bo'lamiz-da, keyin katta qilib to'raymiz, chunki salatda u yo'q bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun bir yerni mana shunaqa kattalikda to'rib oldik. Baqlajonimizni mana shunaqa kattalikda to'rib oldik. Buni suvlamaymiz ham, tuzli suvga solmaymiz ham. Shundoqligicha qoldiramiz, chunki bu qarsildorligini yo'qotib qo'yadi. Agar tuzli suvga solib qo'ysangiz, bo'kib qoladi. Shuning uchun shunaqa ishlar qilmaymiz. Xo'p, endi panirovkasini tayyorlaymiz. Uning uchun bizga mana shunaqa spesialniy mana panirovchniy muka kerak bo'ladi. Bu kanishiro tempura mix. Mana shunaqa o'z baqlajonni ham rasm ko'rsatib qo'ygan. Har xil panirovkalar qilsak bo'ladi. Buning uchun bizga xolodilnikdan muzdek toshgan shu kerak bo'ladi. Mushdek. Buni qo'yamiz. Xohlasangiz naglasda menga hozir ikkita partiyada qo'viraman. Hozir birinchi partiyani qo'virib olaman, chunki salkamroq soldim. И toshgan suv prям muzdegini olasizlar. O'shanda yaxshilab o'shanda yaxshi kirsildoq bo'lib chiqadi. Mana shunaqa qilib bilinchning xamiriga o'xshagan mana shunaqa quyuqligidagi xamir qilib olasizlar. Mana shu massamizga solamizda aralashtirib, qaynab turgan qozonga yoqqa, qaynoq bilan yoqqa bitta-bittalab tashab qovurib olamiz. Chunki agar bittalab tashamasanglar bir-biriga yopishib qolib, panirovkasi xunuk bo'lib qoladi. Chunki bitta-bittalab tashab qovuramiz. Ketdi. Tog'am turibdi. Bo'lgan ishim. Bu baqlajonlarni xushlashi bo'ldimi, tekshirish. Buning uchun mana bunaqa rukola kerak bo'ladi. Bilaman, so'raysizlar, qancha tarzinkada sotadi. Buni o'rniga cheri olsanglar ham bo'ladi. Lekin hozir mana shu pomidorlarimizni o'zi ham shuna. Bu baqlajonlarimizga sladkiy chili yoki aroy sousini solasizlar. Men sladkiy chili ishlataman. Kimda qanaqa sousi bo'lsa, yoki aroy yoki sladkiy chili solasizlar. Qo'shqilab aralashtirganimizdan keyin haslashni ishlatsam, buni laganchamizga solamiz. Laganga shunaqa chiroyli qilib solamiz. Lagancha solgandan keyin buni ustiga rukola solamiz. Rukolani hozirgi shu tog'orchamizga solib, chilili tog'orchamizga solib, souslarini chiliga yig'iraveramiz azimcha, mazasini berish uchun. И uni baqlajonimiz ustidan rukolamizni solamiz. Chiroyli qilib. Buni soldik. Endi buni ustidan o'zi aslida cheri qilish kerak edi, lekin menda cheri yo'q. Shuning uchun o'zimizning o'zbekskiy shirin pomidorchalarimizdan tayyorlaymiz. Hozir timoli hozirgi sezonda o'zbekcha shirin pomidorlardan zo'ri yo'q. Shuning uchun chiroyli qilib o'zbekskiy shirin pomidorchalarimizdan ustidan tayyorlaymiz. Mana shunaqa qilib. Voy, уже go'zallik paydo bo'lyapti. Mana shunaqa tayyorlaymiz. Buni tayyorlagandan keyin обязательно buni ustiga Filadelfiya sirimizni prezident xohlagan siringizni olsanglar, labni ustini ko'rsataman. Mana shu prezident labni yoki bo'lmasa xohlagan tvorojniy sirini olsanglar bo'ladi, lekin mana shu prezident labni bilan rosa zo'r chiqadi. Shunaqa qilib ustiga 5-6 ta shunaqa qilib sirni chiroyli qilib qo'yaveramiz. Mana qo'yaveramiz. Tabiiyligiga qarab endi kim qanaqa yeydi. Bo'ldi. Va xrustashi baqlajon salatimiz go'zallikda mana shunaqa bo'lib mana tayyor bo'ldi. Endi uni degustasiya qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ozgincha Filadelfiyani, baqlajonni, rukolani va pomidorchani olib bismillahirrohmanirrohim. Xrustachiligini yosam. Wow. Хорошо. Ну, надо было. Обязательно удивите или берега. Птички мы салатан когда салами. Сочный, мощный. Дальневосточный ушат. 16 минут там, там, всех люблю. Салам. Чисел.